Hamma har xil gapiradi. Bir shifokor non yegin deydi, boshqa shifokor non yemagin deydi. Aslida qaysi biri to'g'ri? Qanaqa qilib ozish mumkin? Non yebmi yoki yemasdanmi? Yoki ba'zi shifokorlar g'arb andozasini olgan holda har xil diyetalar, hozirgi kunda trend bo'lgan diyetalarni tavsiya qiladi. Ba'zilar sharqona usulni, ya'ni qandaydir sabzavotlar, o'tlar, giyohlar damlamalarini damlab turib, bu usulni tavsiya qiladi. Aslida qaysi biri to'g'ri? Qaysi yo'ldan borishimiz kerak? Bu sizga qiziqmi? Bugungi kunda hamma har xil gapiradi. Ba'zi trenerlar, ba'zi dietologlar, ba'zi nutritsiologlar, blogerlar hammani fikri turlicha, ya'ni ozish bu oson usul yoki uni ma'lum bir andozaga solish mumkin deb tushuntirishadi. Aslida unday emas. Aslida har bitta odamning organizmi o'zi uchun xos. Ya'ni bitta odam boshqa odamga o'xshamaydi. Uni organizmi mutlaq boshqacha tuzilgan. Bir odamga ishlagan bizning metodimizni, ya'ni qaysidir diyeta usulimiz yoki ozdirish usulimiz boshqa odamga ishlamasligi mumkin. Shuning uchun biz har doim har bir inson uchun o'ziga shaxsan to'g'ri ozish, sog'lom ozish tartibini tuzib berayotganimizda uni ma'lum bir ko'rsatkichlariga, analizlariga alohida e'tibor berishimiz lozim. Birinchi navbatda insulinga bo'lgan sezuvchanligiga. Insulinga bo'lgan sezuvchanlik nima? Organizmda insulin miqdori oshib ketishi unga bo'lgan sezuvchanlikni buzilishiga olib keladi va bu o'z navbatida zaxira sifatli yog'larning to'planishiga olib keladi. Siz boshqa mahsulotlarni iste'mol qilsangiz ham metabolizmning buzilishi hisobiga zaxira sifatli yog'lar to'plana boshlaydi. Insulin baland bo'lgan insonlarda tez qorin ochishi yuzaga keladi, ya'ni ovqatlanish o'rtalarida perikuslar paydo bo'la boshlaydi. Va bu o'z navbatda ortiqcha ovqatlanishga va ortiqcha vaznga olib keladi. Undan tashqari, keyingi bir holat bor, buqoq kasalligida bitta turi bor, gipotireoz degan. Bu metabolizm sekinlashishiga olib keladi. Metabolizm sekinlashgandan keyin barcha jarayonlar sekinlashadi. Hazm faoliyati ham, har bitta jarayon, terlash, ter hosil bo'lishi va boshqa jarayonlar, har bir jarayon sekinlashganda ushbu yog'larning parchalanish jarayoni, energiya hosil bo'lish jarayoni ham sekinlashadi. Va bu o'z navbatida zaxirada ko'plab yog'lar to'planib qolishiga olib keladi. Bunday insonlar men ko'p yemasam ham yoki ko'p ovqat yemayman, ko'p shirinlik yemayman, lekin suv ichsam ham semiraman deyshadi. Aslida ularni kasalligini asosida ushbu kasallik, ya'ni gipotireoz yotgan bo'ladi. Yana bir holat borki, yosh katta ayollarimizda klimaks gormonlarini oshishi semizlikka olib keladi va bu ham gormonlarni to'g'irlamagunimizcha bartaraf etib bo'lmaydigan holat. Shuning uchun bunday holatlarda gormon o'rnini qoplovchi vositalar berilganda ayollarimizga o'z-o'zidan vaznlari normallashadi. Shuning uchun har bir shifokor bemorga yondashayotgan paytida u g'arb yo'nalishini tanlaydimi yoki sharq yo'nalishini tanlaydimi, qaysi turini tanlashdan qat'iy nazar har bir insonni o'zidan kelib chiqqan holatda tanlash kerak. Shundagina o'sha tanlangan yo'l bizga samarali bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham urfga kirgan, moda bo'lgan ba'zi diyetalar, keto diyetalar yoki mono diyetalar hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimgadir foyda bergan usul boshqa birovga foyda bermasligi mumkin. Yuqoridagi kasalliklar aniqlangan bo'lsa-ku, unda umuman yordam bermaydi. Shu sababli bir odamda ishlagan usul boshqa bir odamda ishlamasligi mumkin. Men ozolmadim, boshqa o'rtog'im yoki bo'lmasam qo'shnim bundan ozgan edi shu diyetadan, nima uchun men ozolmayapman deb o'zini tanqid qilish yoki o'zidan o'zi xafa bo'lish noto'g'ri. Har bir organizm o'ziga xos tuzilgan. Shuning uchun har bir insonga o'ziga individual yondashuv kerak. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l har bir inson qon tahlillari tekshirib, har qanday tekshiruvlardan o'tib, shifokor nazoratida o'ziga mos bo'lgan to'g'ri yo'lni tanlashi. Shunda shifokor unga mos keladigan, uni gormonal holatidan, yoshidan, jinsidan kelib chiqib, unga mos yo'lni tanlab beradi va u bilan birgalikda sog'lom ozishga qadam tashlaysiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda moda bo'lgan, trendga aylangan har qanday diyetalar orqasidan quvlamang, o'zingizga ishonchli bo'lgan shifokor tanlang va u bilan birga sog'lom ozishga qadam tashlang. O'shandagina siz sog'lom ozasiz va hech qanday asoratlar yuzaga kelmaydi.